Adashib qoldik. Bunda meni aybim yo'q. 21-asrda qaysi dalbayib yo'ldan adashadi? Bu aniq Zoro. Nima qilib bo'lsa ham Ayzenning uyiga borish yo'lini topishim kerak. 100 metrdan so'ng chapga buriling. 100 metrdan so'ng esa o'ngga. 500 metrdan so'ng esa chapga. Xo'sh, endi qaysi yo'ldan boramiz? Chapga, o'ngga yo to'g'riga? Orqaga yuramiz. Rolda manmi ko'tlaringni qislaring, ortga yuramiz. Bu ketishda ertalabga ham aniq yetib bora olmaymiz. Balki tojikdan yo'lni so'rarmiz. Menimcha u bo'lsa kerak. Hassanimi Zoro. Kechki ziyofatni ham ko'tingga tiqding. Qana qilib oldin kelgan yo'lni unutish mumkin. Bir hafta ichida yo'llar o'zgarib ketibdi. Yo'llar o'zgargani yo'q san adashding. Yaxshi, bolalar kelguncha bu o'yinni tugatamiz. Tezroq tugatsak yaxshi bo'lardi. Unday bo'lsa bittada o'yinni tugataman. Qani. Men yutdim, mana. 10 sandagi va mendagi uchta bilan umumiy 16 ta